Hürmetli vatandaşlar, ötken sizlerge yağmurdan keyin chiqaman deb va'da bergandim, chiqolmadim. Shu muhokamaning oxirida men sizlarga vatandaşlarga bundoq bir savol tashlamoqchi edim. Bu savol nima desanglar, BDX yig'ini oxirlashdi. İki gavdalik masala siyosat sohasida o'ttirib chiqdi. Biri Wang Yi, Tashqi ishlar vaziri Wang Yi Sadichi sepilining shimoliy eg'izida onu nima deydi ekan, Xitoy tili desangiz Go Beyko deydi ekan, shimoliy eg'izida 3 davlat diplomatlarini bir yerga jam qildi: Yaponiya, Koreya, Jungo diplomatlari. Dal shu kuni o'xshashli bir kunda Reis Xi Jinping G'arbiy Shimol Gansu o'lkasiga ziyoratga berib, G'arbiy Shimol armiyasi shu vaqtdagi qahramonlik ishlari bu qabra supurish emas, qabrgoyiga ehtirom bildirish degandek faoliyatlarni o'tkazdi. Bu Shibi G'arbiy Shimol armiyasi yoki G'arbiy yo'nalish armiyasi desangiz tarixda bu armiyaga Jungo Kompartiyasining yana bir a'zosi Zhang Guotao aralashgan. Zhang Guotao bilan Mao'ning o'rtasida keskin ziddiyat bo'lgan. Mao'ning maqsadi Zhang Guotaoning bu G'arbiy Shimol armiyasiga, G'arbiy yo'nalish armiyasiga rahbarlik qilish huquqini tortib olish. Zhang Guotaoning maqsadi bo'lsa, Mao Zedongning partiya ichidagi o'rniga tahdid silish. Mushundaq jidallar bo'lgan ekan bu yerda. Ya'ni birisi Tuvi Torbiti mushu to'g'rida e'lon qilgan uzun maqolasida men bunda bir jumla so'zni ayirib qoldim. O bir jumla so'z nima desangiz, shu vaqtda G'arbiy yo'nalish armiyasining eng muhim vazifasi sobiq Sovetlarga tutishadigan yo'lni achish. Yani bu tutishadigan yo'l deganda armiya bilan armiya aloqasi emas o vaqtda. Yani başka diplomatik aloqa ve başka aloqalarmi emas. Çünkü bu yerda G'arb yo'nalish armiyasining unda vazifasi bo'lmaydi. Bu yerdagi vazifa nima desangiz, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni, ya'ni shu vaqtdagi Xinjiangni ko'zga keltiring. Ko'z oldingizga keltiring. Keyingi avtonomiya qurib berishlar keyingi ish. Biroq shu yerda G'arbiy yo'nalish armiyasi Sovetga tushadigan yo'lni echish shunchaga yetib keldi. Zhang Guotao bilan Mao Zedongning ilishini qo'yib turayli, lekin bu armiya Jungo Kompartiyasi tarixida amaliyoti vatavariga chiqib ketgan mag'lub bo'lgan armiya. Buni Zhang Guotao'ga atishdi, uni deyishdi, lekin shu vaqtda yana bu armiyaning ichidagi Jungo Kompartiyasi 1937 yildagi Shia vaqasini, ya'ni Jiang Zemin'ni nazarband qilish yoki siyosiy o'zgarish vazifasini orttirgan armiya. O vaqtida bu aralashish onu qo'yib turib, Jiang Zemin'ni siyosiy o'zgarish bilan Shia'ni tutib olganda, shu siyosiy o'zgarishdan ozod qilgan kishi dal Stalin edi. Stalin Jiang Zemin'ni azad qilgan edi. Bu armiya G'arbiy yo'nalish armiyasi dal mushu edi. Hozir endi 3 kundan beri diqqat qilyapman-ki, men tahlillarga har kim har nima dedi. Masalan, Jiang Zemin nima dedi? Obdan tahlil qilgan odam edi. O odam dediki, hozirgi ziddiyatlar, Shangang ziddiyatlari, Saudiya urushi ziddiyatlarida tashlab, Reis Xi Jinping G'arbiy Shimolga berib oldi. Bu kichik bolaning tahlilidek tahlil bo'lib qoldi. Bu ziddiyatlarning hammasi Reis Xi Jinping yüklengen to'sa, shu odam bir taraf qildigan to'sa, o Beijingdan Shibi yoki G'arbiy Shimol, nima G'arbiy G'arbga Gansuga yurib bir bu qanday gap, bu aqmaydigan tahlil bo'lib qoldi. Hozir Li Yiping degan odam tahlil qilib nima deydi desangiz, Reis Xi Jinpingning G'arb rayoniga yurib berish, ya'ni Gansu o'lkasiga yurib berishi armiyani muqimlashtirish. Çünkü armiyanın muqimlashtirmasi hozir Jungoning vaziyati intayin keskin ichki vaziyati. Hech kimga oshkora chiqmayapti, intayin keskin dedi Li Yiping. Buningda o'zi o'z qo'li bilan o'stirgan ichki general bor. Yoki marshal darajalik ichki general bor. Shular bilan uchrashib armiyaning ichidagi inovatini muqimlashtirish, armiyaning intizomini chingitish uchun bor dedi. Afsuski bu 3 kundan beri 20. kuni bo'ldi, bugun 24 ga. Mush 3 gün 4 gün içinde Reis Xi Jinping Gansu'ga berib,
armiya başlıkları bilen görüşken bir iş o'ttirg'i chiqmadi. Armiya başlıkları bilen görüşken bir iş o'ttirg'i chiqmadi. Çırak yandı mı yanmadı mı şunu görevatım aptaplarını görünmeydi kenarına. O'ttirg'i chiqmadi. Armiya taraf bilen görüşmedi. Adatga dehqonlar bilen görüşdi. Ki yana bir tuyuqsiz o'ttirg'i chiqqan ish bu yerda hozir Reis Xi Jinpingni yaşasan. Velse Zhong Shuji deydigan şuar o'ttirg'i chiqdi. Bu Beijingda emas, boshqa yerda emas, darmish yerda o'ttirg'i chiqdi. Bu bir nokta. İkinci bir nokta, Reis Xi Jinping siz degandek g'arbiy shimolni ziyorat qilishga, ko'zdan ko'chirishga ba'zan armiyaga kirsin deyli. Bunu qo'yib turayli. Bu ishlarning joy o'g'anda ravoq chiqishi. Yani Saddiçin sepilining boshlanish eg'izi, g'arb tarafdan boshlanish eg'izi joy o'g'anga chiqib, ravoqni sayligoh aylantirib sayli qilishi ve bu joy o'g'an ravog'ida turib, yiroqqa nazar tashlashining zodi nima ahmiyati bor, afandilar. Ularning degan tahlilleri bir yere çıkmadı. Reis Xi Jinping'in joy o'g'anda ravoq chiqishi yoki sepil ustiga chiqishi bu bir ko'rinish bo'lib tarix qildi. Hatta Dong Huang'ni, bu Dong Huang Turg'un Almas rahmatlik tarixchimizning qalamida dasht ata deyiladi. Dong Huang Xitoycha gap. Turg'un Almasning tarixida dasht ata deyiladi. Bu yerlarni butxonlarni ziyorat qilish, bularning hech qanday ahamiyati yo'q ishlar vatandosh. Ben shundoq bir cümle sizin esingizga keltirib qo'yayki, BDH yig'inidan keyin o'ttirg'i chiqqan ikki hodisa, biri Saddiçin sepilining shimoliy eg'izi, ikkinchi Saddiçin sepilining g'arbiy boshlanish eg'izi. Birining shimoliy tarafida tashqi ishlar vaziri Wang Yi, shimol g'arbiy eg'izida Reis Xi Jinping. Moshundaq paydo bo'ldi bu ko'rinish. Men bunga yana qayta tahlil qilishga mening hozir kuchim yetmaydi. Çünkü bir yerde biz qiziqadigan amaliy bir paket yo'q. Lekin shunga diqqat qilingki, 1969-yil 20-asrning 1969-yili Rossiya sobiq Sovetlar bilan Jungo Kompartiyasidagi ziddiyatlar avjiga chiqqan bir paytlar. Hatta şu vaqtda Jimboda, Damansk oralida Jungo armiyasi bilan Sovetlar armiyasidan so'qishganligi. Dahshatli so'qish, yo'shirilgan so'qish. Yo'shirin degan hech qanday jamiyatga shu vaqtda Jungo jamiyati e'lon qilinmagan so'qish. Anadagi cho'chakda Uyg'urning vatani cho'chak, Uyg'urning shimoli Xinjiang, ya'ni shimoli Uyg'uristonda cho'chakda chegara eg'izida bo'lgan urush. Her iki tarafta urush bo'layotgan mushundaq bir paytda ta'sisi Moskvaning yoki Rossiya sobiq Sovetlarning agentligi ta'sisi bir parcha bayonot e'lon qildi. Jungo Kompartiyasi qarshi bir parcha bayonot e'lon qildi. Bu 1969-yil 3-ay. Bu bayonotning mavzusini esimda qolmadi hozir. Lekin uning mazmunidagi eng halqiliq bir abzas Sovetlar shu vaqtda ta'sisining bayonoti orqali shunday ko'rsatdiki, Jungoning chegarasi Saddiçin sepili joy o'g'andan eshib chiqqan emas. Saddiçin sepilining sirtida bu yerlarda yashaydiganlar Qozoqlar, Uyg'urlar, Mo'ng'ullar deb ko'rsatgan. Gördünüz şu vaxtki bayanatda Sovetlar, sobiq Sovetlar bayanatını eğiz gelip joyivan Saddiçin sepilining g'arbi tarafi bu yer Jungoning territoriyasi emas. Jungoning zemin tuproqlari emas. Bu yerde bu taraflarda Qozoq yashaydiganlar, Qozoqlar, Uyg'urlar va Mo'ng'ullar bor. Bugun men bu javobni beray. Belki bana xiyali yoki fantaziyalik bir ishim bo'lib qolsin deyli mayli. Biroq men hozirgacha gumon qilyapmanki, BDH yig'inidan keyin nima uchun oldirab tinabsan Dong Huang yoki dasht ata xotira sariyga yoki ishkenchi bo'lib aytganda joyi vanda
sepil üstüge çıkıp Irak'a nazar taşlar. Bu işler bilen nima alakası var ekanligini men tushunamadim vatandoshim. Endiki bugungi qisqa xabarlar sizlarga yetkazgan qisqa xabarlar unda vatandosh. Birinchi deydi, Shito xabarlari. Mushan qo'shimcha so'zlaydi, Shito xabarlari. Prezident Trump yangi siyosat o'tirib qo'ydi. Jungodan import qilingan 500 milyard 50 milyon yoki 550 va 550 milyard 550 milyard dollarlik tovar mallar qo'yiladigan bajni umumyuzlik 15%dan 30%gacha yuqori ko'tardi. 9-oyning 1-kunidan boshlab Jungodan import qilingan 300 milyard dollarlik tovar mallarga 15%dan baj qo'yildi. 10-oyning 1-kunidan boshlab Jungodan import qilingan 250 milyard dollarlik tovar mallarga 25%dan 30%gacha baj qo'yildi. Xalq pulining kursi tushdi. 7 yuan 14 pound. O'tganda biz sizlarga so'zlaganda Jungo pulining xalq pulining kursi 7 yuanda to'xtagan edi. Bugunlardan endi 14 pound, ya'ni 1.4 pound oshdi. Yo'q, shuningga tushdi degan gap. 7 yuan 14 pound bo'ldi. 14 pound tushdi. Jungo Kompartiyasi o'ladigan bo'ldi. Shito shunda deydi. Shito nima deydi? Jungo deydi. Sidinglar deydi. Sidinglar deydi. Jungo Kompartiyasi ham halok bo'ladigan bo'ldi. Shito TV xabarlari 8-oyning 23-kuni yo'q. Shito xabarlari yana bir. Prezident Trump qattiq g'azablandi. Amerikaga Jungo kerak emas. Bu texmi yaxshi bir ish. Amerika Jungoni kerak qilmaydi, bu texmi yaxshi bir ish. Prezident Trump Amerika shirkatlaridan Jungodan chekinib chiqishi uchun buyruq tushirdi. Mush munosabat bilan boshqa ish munosabati bilan Amerika Qo'shma Shtatlaridan Prezident Trump efendi Amerika shirkatlaridan Jungodan chekinib chiqish uchun buyruq tushirdi. Xi Jinping Amerikadan import qiladigan 750 milyon dollarlik Amerika tovarlarga